Kelinglar, sizlar bilan hozir jigar kasalliklariga uy sharoitida nima qilishlikni aytib o'taman. Jigar kasalliklariga turibni bargini olasiz. Turibni bargini olasizda yaxshilab siqib suvini chiqarasiz. 1 soat tindirasiz. 1 soat tindirmay ichsangiz, u zahardan ham betar o'tadi. O'ta achchiq o'tadi. 1 soat tindirasizda ovqatdan 20 minut oldin 1 choy qoshiqdan ichasiz. Har kuni 3 mahal ichiladi. Jigar kasallik, jigar sirozmi, jigarda gepatit C'mi, gepatit B'mi farqi yo'q. Ana shuni 10 kun ichasiz. 10 kun. 10 kunda o'zi 3 kunda og'izdagi ertalab turganingizda hidlanish, har xil hidlar 3 kunda yo'qolishni boshlaydi. 3 kunda. Bir 10 kun ichganingizdan keyin 3 mahaldan bir jigaringizni o'sha yashash turgan joyingizdagi tekshiruv joyiga borasizda, bir qator tekshirtirib ham qo'yaverasiz. 10 kun ichganingizdan keyin rezultatini bir ko'rasiz. Qaytgancha bu narsa homiladorlarga mumkin emas.